Mashalloh, yaqin orada bunaqa hashamatli hovlini reklama qilib ko'rsatib bermagandik. Hurmatli obunachilar, bitta ko'ringlar, uyimizni xo'l qismi mehmonxona deb aytsak ham bo'ladi. Turetskiy mebellar qo'yilgan sifatli lyustra remontlarini ko'ringlar. O'rtoqlar, Allohga oson niyat qildim, hammamizga mana shunaqa hashamatli, chiroyli hovlida yashash nasib qilsin. Bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz 8 sotuli hovlimizni. Qaranglar, birinchi bo'lib ota-onalar uchun qilingan mana bu yotoqxona. O'zini sanuzel qismi bor, sifatli mebellar qo'yilgan ekan. Bitta ko'ringlar. Hamma narsalarni uyimizdagilar o'zlari uchun qilishgan. Kir mashina bor ekan bu xonada. Va kichkina birinchi bunisi oshxonamiz bo'ladi. Oshxonaning mebellari ham juda ham chiroyli. Televizorlar ko'rib turganinglardek, bu tarafda uyimizning sauna basseyni bo'ladi. Mana bunisi menga yoqdi. Kattaligini qaranglar, gap yo'q. Konditsionerlari ham bor. 3 ta, 2 xil sauna. Juda ham chiroyli qilib qilingan ekan. Va keyingi xonamiz endi kattaroq studiya formatidagi bitta xonamizni ko'rib chiqamiz. Qaranglar mebellarini, zo'ra. Katta oshxona, ikkitadan zo'r xolodilniklar, gilamlari, lyustralari hammasi juda ham chiroyli mehr berib qilingan ekan. Bu tarafda o'tirish uchun tepada bitta xonamiz bor. Video davomida bitta ko'rsatib beramiz. Va mana yana bitta hovlimizni zo'ra. Mashalloh, gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa mehr berib chiroyli qurishibdi uyimizni. Ikkita tomondan yerto'laga tushsak bo'lar ekan. Endi uyimizni birinchi qavatga kirib kelishga o'sha joyni ko'rsatib beraman. Shu bitta xonamiz va umumiy sanuzel qismi bor. Zo'ra do'stlar. Hammamizga nasib qilsin shuna hovlilar. Qaranglar, birinchi xonamiz, birinchi qavat uchun bu. Uyimizga kirib kelish hovlidan va umumiy sanuzel qismi. Yerto'laga tushish, zinalarni qaranglar zo'rligini, ikkinchi qavatga chiqish. O'rtoqlar 8 sotixdan iborat 7 ta xonasi bor, 2 ta xo'l qismi bor, yaxlit yerto'la. Uyimiz Yunusobod tumanida joylashgan, Botanika bog'iga yaqin joyda bo'ladi. Uyimizning narxi nech pul deb o'ylaysizlar? Mayli, pastga yozib qo'yamiz, aytmayman narxini. Ko'rib olasizlar, xudo xolasa. To'liq videosini albatta chiqaramiz.